Relslar bu tomondagi ishlar hozircha vaqtinchalik tugadi. Endi ekskavatorlarda relsdan kesib bu tomonga olib o'tishimiz kerak. Shunga tayyorgarlik. Hozir 1 soatlar ichida poyezdlar yo'nalishi to'xtatiladi ungacha. Mana yangi kabel o'tib o'tgan safar kesib o'tgan bu kabel yo'q edi. Tortib qo'yishdi. Hozir shuni ko'tarishyapti bizga xalaqit bermaslik uchun. Shpallarni tayyorlashyapti. Ruxsat berilgandan keyin ikkala ekskavatorda olib o'tamiz. Relslarni bosib. Bizda XMG 335 tali bilan Sonvart 6 tonnali kichkintoy. Уже ikki tomondan poyezd kelyapti. Qatnovlar hali to'xtagani yo'q. Kelyapti poyezd. Bu tomondan olib chiqadi. Tamam, все. Vaqt ham bo'ldi. Endi уже boshlaymiz. Bu yerda qiyroq tomoni birinchi marta tepalikka chiqib keyin o'tish kerak bo'ladi. Tepada mana bu simlar ham o'tyapti. Ruxsat berildi. Toshbaqa rejimida o'tamiz, пониженныйda. Bizga bu yerda umuman tezlik kerak emas. Bu yerda yana mana bu stalbalar ham bor. Juda ham xalaqit beryapti. Shpallar juda ham keng qilib qo'yilgan. Udobniy qilib. Hozir endi gruz bilan tashlash mumkin. Ham xadovka, ham strela bilan. Ligrov qilamiz. Hop, tushdik. Endi ikkinchi kabel kelyapti. U pastroq ekan. Сейчас, минутку. Нормально? Вот, шпал добавить ключевка. Все, поехали. Birinchi ekskavatorni olib o'tdik. Eng asosiy kattasini endi kichkinasini olib o'tamiz.